Barcha shu yil 9-sinfni bitirgan o'quvchilar diqqatiga. 2025-2026 o'quv yilidan boshlab Chilonzor tuman 1-sinf politexnikumiga xalqaro ta'lim dasturlari asosida o'qishga qabul e'lon qilinadi. Birinchi kasb kompyuter grafikasi va dizayn operatorligi. Ikkinchi kasbimiz oshpazlik. Uchinchi kasbimiz elektron texnikalari mutaxassisi. So'nggi 4-chi kasb elektromonteur. Do'stlar, bizda milliy ta'lim dasturi asosida quyidagi kasblarga qabul e'lon qilinadi. Raqamli axborotlarni qayta ishlash ustasi. Ikkinchi kasbimiz tibbiy texnikani montaj qilish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. Uchinchi kasbimiz ko'chlik. 4-chi kasbimiz maishiy texnika jihozlarini ta'mirlash. Dual ta'lim dasturlari asosida quyidagi kasblarga ham o'qishga qabul qilinadi. Birinchi kasbimiz avtoelektrik. Ikkinchi kasbimiz tikuvchilik. Shuningdek, 11-sinf negizida ham kompyuter injiniring kasbi bo'yicha to'lov kontrakt asosida qabul e'lon qilinadi. Ushbu ta'lim dasturini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali Politexnikumimiz biriktirilgan Toshkent axborot texnologiyalari universitetining 2-kursidan o'qishni davom ettirish huquqiga ega bo'ladilar. Chilonzor tuman 1-sinf politexnikumining afzalliklari. Ish beruvchilarning talablariga moslashish maqsadida politexnikumda tartib-intizomga qat'iy rioya qilinadi. Ta'lim olish bepul. Har bir guruh uchun 2 nafar rahbar biriktiriladi. 1-kursdan boshlab kasbiga oid amaliy ko'nikmalar o'rgatiladi. 1-kursdan boshlab ishlab chiqarish amaliyoti davrida o'quvchilarimiz o'z kasblari bo'yicha ishlashlari va oylik maosh olish huquqiga egadirlar. Kasb o'rgatiladi va shu kasbga oid diplom beriladi. Kasbiga oid bo'lgan korxonalarga ishga joylashtiriladi. Politexnikumni bitirgan o'quvchilar akademik litsey, umumta'lim maktablarining bitiruvchilari kabi oliy ta'lim muassasalariga o'qish huquqiga egadirlar. Bizning o'quvchilar 2 yil davomida tadbirkorlikka yo'naltirib boriladi hamda ushbu diplom bilan xususiy biznes ochishga imkoniyati mavjud. Dual ta'limda ham o'qib, ham ishlash imkoniyati mavjuddir. Kasbi va dunyo qarashiga teng bo'lgan yana 29 nafar do'st orttiradi. Ushbu videorolik Politexnikumimizning IT sohasida tahsil olayotgan ijodkor o'quvchilar tomonidan ustozlar ko'magida tayyorlandi. Yuqorida tilga olingan kasblarga va innovatsiyalar olamiga qiziqish bildirayotgan bo'lsangiz, bugun o'z imkoniyatingizni ishga soling va kelajak sari qadam qo'ying. Siz ham shu kabi intiluvchan o'quvchimisiz? Unda bizga hujjat topshirib ko'ring. Chilonzor tuman 1-sinf politexnikumida eng iqtidorli o'quvchilarni kutib qolamiz. Bizning manzil Toshkent shahri Chilonzor tumani 20-mavze. Katta Qani ko'chasi 52-uy. Murojaat uchun telefon 71 kodi bilan 216 76 16. Barcha ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy kanalimiz mavjud. Har bir o'rganilgan yangi bilim kelajak eshiklarini ochuvchi kalitdir.